Assalom xolajon, shuma naqsed. Voy meni xola dedimmi? Yo'q oyijon, Tojikiston kelinlari qaynonasini xolajon deb chaqirishar ekan. Ha, unda meni hozir jiyanim bo'lib chiqyaptimi? Yo'q, kelin deb chaqiraverasiz. Oyijon, kelin. Bu yoqqa kel. Labbay. Voy tavba bolam, bu xotining ish-pish qiladimi, yo'qmi? Ha, o'rt-mezon qilsak qiladi. Nima qilsak qiladi? O'rt-mezon. Voy o'zim o'rgilib ketay. Qani bismillahirrohmanirrohim. Voy qoyilman. Ana. Voy baraka toping. Ovqatlaringiz mazali, shirin, joli bo'lsin. Endi bu uvol bo'lmasdan bu narsa pishirib yuborasiz, a? Xo'p, shu dastur. Voy bolam, tushundi-ya. Xolajon, men va shuma xuroki tojiki qurtob tayyor kardim. Qurut deydimi? Yo'q, oyijon, bu tojik xalqini qurtob milliy taomi bo'ladi. Oling, yoqimli ishtaha. Qani? Yashing. Yaxshi ekan ovqati. Zo'r ekan. Zo'r bo'lar ekan, oyijon. Yaxshi. Voy o'lay. Voy o'lmasam. Bu nimasi? Xotining boshqa menga choy quyib ber demasin deb sho'rva qilib quyib berdim. Yo'q, oyijon. Bularda shunaqa urf-odati bor. Choy to'ldirib qo'yib berish degani, mazza qilib iching degani. Mana, qarang. Menga ham xuddi shunaqa to'ldirib qo'yib berdi. Qayoqqa ketyapti xotining? Ha, oyi, bularda to'ydan keyin bir oy o'zi yoki eri bilan ovqatlanishar ekan. Hamma bilan o'tirib ovqatlanishmas ekan. Voy, shunaqami? Bori sen birga ye. Oyijon, siz bilan ovqatlangin. To'r xotinni nimaga olib berdim? Xo'p, bo'ladi. Agar tojik kelinim o'g'il nabira tug'ib bersa, bolajonim ismini Qobiljon deb qo'yaman. ولی تنها